Assalomu alaykum TikTokdagilar aka opalar, singillar, yaxshimisizlar hammanglar? Mana bizga yangi tovarlar kelgan. Inshaalloh yangiligimiz bor. Mana qaranglar. Bizga bugun yangi guruch keldi. Вообще zo'r guruchlar keldi. Вообще zo'r. 200 so'mdan oshiga ham garantiya zo'r. Yog'larimiz keldi. 5 litrli yog'lar keldi. 5 kilolik. Где-то 5,5 bo'lib qolishi mumkin. Men hali nima qilmadim. Yangi quydirib kelganim sababli hali qatishga ulgurmadi. Yangi mana. Issiq degandek mana keldi. Bunimiz 600 so'm, amonimiz 530 so'mdan. Tvorogimiz 250 so'm, iriska 200 so'm. Maslamiz ikki xil masla bor. 82% 100%. 100% maslamiz yeydigan masla. 82% yesa ham bo'ladi, somsalarga, varaqalarga ishlatsa bo'ladi. Mana masla ta'mi вообще zo'r ekan. Oq maslamiz bor, o'zi do'konlarda sotadi 100 so'mdan. Ashini kiloli maslasi. Atini hozir esimdan chiqib qoldi, to'g'risini aytay. Mana malokoyimiz ikki xil maloko keldi oqdan. 200 so'mdan, ikkovisining senasi bir xil, faqat ikki xil. Kelib o'zinglar ko'rib, tatib mazasini bilsanglar bo'ladi. Mana oreximiz keldi 1 kilo, yangi svejiy mana. Bittasini ochdim, bittasi mana paketda upakovkada shunday turibdi. Bular 300 so'm kilosi. Bu kirmashinaniki 150 so'm. Mo'ymirda mana 4 litrli gelini so'raganlarga mana tushirib qo'ydim. Bular 350 so'm optim seni. Ayni 350 so'm, ichida milasi bor. Mana oddiy milamiz bor 120 so'mdan, sovunlarimiz bor. Bularimiz 100 so'mga 3 tadan. Assalomu alaykum yana bir bor. Mana pastellarimizdan kelgan. Вообще zo'r pastellar, original pastel bozorda Qorasuvda o'zida 1200 so'mdan. Bu original, men Xitoydan olib chiqyapman. Menda ham 1200 so'm Qorasuv, seni bilasizlar. Men har doim klientlarimizni cho'ntagiga qarab inshaalloh yaxshi narx qo'yaman. Mana hozir shu qoldi mana. Bundan ko'pida oz qoldi. Mana qanaqa svetlari bo'lsa mana bor. Mana yerda manolar bor mana. Bulardan bittadan qoldinglar. 120 so'm, 200 so'm, 150 so'm. Mana yerda kalachilarimizdan bor, oz qolgan bu ham. 150 so'm, 180 so'm, 215 so'm. Kelgan senasiga berib yuboraman. Uje kalash sezoni o'tyapti. O'zini olib kelgan senasida berib yuboraman. Mana pastellarni uje klientlar pul to'lab olib qo'ygan qizlar.